burunqi zamonda katta bir yurtda bir jup hamoqat er-xotin o'tgan ekan. Ularning ajoyib xosiyatli bir to'xosi bor bo'lib, ular har qitim pullarni xajlab tugatgan chaqda bu to'xo ularga bir dona oltin tuxum tug'ib berdi ekan. Er-xotin ikkalan bu oltin tuxumni bozorga olib berib, nurg'un pulga sotgandan keyin pulni xohlagancha buzib chechib xajlaydi ekan. Kunlar bir-birini qo'g'lishib o'taverdi. Lekin bovoy bilan momoy oz to'la pul yig'ib, tirikchilik qilib, o'z jinini o'zi beqishni xiyoliga keltirib qo'ymabdi. Biroq yetib yesa tog'mi to'shimaydi degandek, bu pulni uzun o'tmay xajlab pak-pakiz tugitib etibdi. Ular xosiyatli to'xo oltin tuxum tug'ib berar degan umidda bir kun saqlabdi, 2 kun saqlabdi. Ammo xosiyatli to'xo bu qitim oltin tuxum tug'ib bermabdi. Uyda yigidek birer parcha qattiq nonmi bo'lmag'ashqa, er-xotin ikkalanning qo'saqlari echib, ko'krab ketibdi. Shuning bilan er-xotin ikkalan xosiyatli to'xoni oltin tug'dirishning amalini o'ylashga boshladi. U yon o'ylab, bu yon o'ylab, oxiri bir amal tepibdi. Anisi, oy anisi, ben bir amal taptım. Oy qandaq amal taptılar dadisi? Biz bu to'xoning oltin tug'ib berishini saqlab turguncha, to'xoni o'ltirib uning qo'sadagi oltinlarning hammasini biraqli ilib olsak, bo'lmamdi deyman. Voy dadisi, sizlar bek aqlliqchimu? Meningcha bu to'xoning qo'sig'ida liqqida oltin bor deb o'ylayman. Endi shunday qilaylik dadisi, shunday qilaylik. Nemishqa burunroq esimga kelmaganda deyman. Bo'lmasa bu tuxumlarni baldırlı ilib olgan bo'lsak, u chaqda birdilla butun dunyodagi esil xazinalari bor, katta boylardan bo'lib qolmamdiq. Bo'pti, elimo kechishmaymiz. Amisa boshlaylik. Obdara qarısılar dadisi, bir rəsimi qıyıb qalmışsın cümü? Mana, qaravatımən. Lekin, bu to'xoning qo'sig'ida oltin tuxum uyoq tutursun, odatki tuxumi ko'rmaydi. Nima? Voy, bunda qısılar dadisi, men bir qarab baqay nima deydi qandalar. Voy, isit, endi qandaqni qilamiz? Voy, hammasi bizning hamoqatligimizdan bo'ldi emas, bu endi qandaq qilamiz dadisi? Ma, ishni qaramamdigan. Voy ey, burun oltin tuxumni sotgan pullarni buzib chashmay, tejashlik bo'lib, pullarliq ish qilgan bo'lsak, bugungi mushkunga qolmagan bo'lardik. Voy isit, endi bundan keyingi kunlarimizni qandoqmi o'tkazamiz dadisi? Oz yegan ko'p yer, ko'p yegan po'q yer degan mush emasmi? Er-xotin ikkalan shuncha pushaymon qismi o'rniga kelmabdi. Ular o'zlarining o'rinliq qilib, halol kun kechirmay, mushkunga qolganligini oxiri tushunib yetibdi. Shuning bilan ular qaytadan hayratga kelib, o'z kuchiga tayinib, jafoliq ishlab nurg'un pul tepibdi va u pul bilan maktab sopdi, yo'l yasabdi. Qo'lidan keladiganligi yaxshi ishning hammasini qildi. Shunda qilib, ularning yaxshi nomi el ichiga keng tarabdi. Ular o'zlarining turmush tajribalarini yakunlab, keyingilarga tövandagi maqol tamsilni miros qoldirdi.